Umringiz o'tib ketadi. Bilmay qolasiz, bitta ko'zingizni ochasiz, qabrda yotgan bo'lasiz. O'tib ketgan bo'lasiz hayotda. Hamma narsa o'tib ketadi. Hech narsa yo'qki o'tmaydi degan. Ota-ona bolasidan ayrilib qolsa sabr qilib o'tkazib yuboradi-yu, kulib yuradi-yu bir necha yildan keyin. Ota-ona bolasidan ayrilib qolsa, siz o'lib qolsangiz, ayolingiz keyib ketadi boshqasiga, baribir kulishni boshlaydi. Hamma narsa o'tib ketadi. Hamma vaqt dorisi bilan davolanadi. Ilmga hamma yo'g'ingni bermaguncha ilm senga hech narsa bermaydi. Odamlar o'ylaydi, yo'l kabi narsalarni egallab qo'ysam olim bo'lib qolaman deb. Yo'q. O'shanga yarasha nasiba olasiz, lekin ilmni egallash uchun unga o'zingizni fido qilishingiz kerak. Borlig'ini fido qilish kerak. O'shanda ham ilm hammasini bermaydi. O'zidan bir qism beradi o'shanda ham. Gohida ko'zlarim yosh keladi, subhanalloh. Uyimdan Uhud tog'i shundoqqina ko'rinib turadi. O'zimga o'zim savol beraman, yo Robbim, qatlida yashayapman deb. Jannat tog'lari uyimdan ko'rinib tursa, sahobalar jon bergan, shahid bo'lgan tog' uyimdan ko'rinsa, azgina yursam Rasululloh tanlagan, men shu joyda qolaman degan Masjidul Nabaviy ko'rinib tursa, sal ko'chaga chiqqanimda eng yaxshi masjid, taqvo ostidagi masjid deb atalgan Qubo ko'rinib tursa, ya Robbim, nima yaxshiligim bor edi, bundaqa joylarga olib kelib qo'yding deyman. Madinada yashashlik haqiqatda baxt. Madina mo'min kishini, musulmon kishini qalbida u qadar dinga muhabbati bo'lmagan inson uchun ham malham, eng yaxshi malham. Chunki kim kelishidan qat'iy nazar bu joy yaxshi ko'rib qoladi. Chunki umraga puli borlar emas, Alloh chaqirganlar boradi. Pulingiz yo'qligi bu yo'l yopiq degani emas. Demak, hali chin dildan so'ramabsiz. Cho'ntagida 1 so'm puli yo'q edi, lekin 3 kundan keyin umraga uchib ketdi. Boyi bolasi bo'lsang kerak-da deb juda ham ko'p yozishadi. To'g'ri, juda ham boy insonlar farzandiman. Har qanaqa vaziyatda bizga Allohga ishonchi o'rgatgan, shom payti kirishi bilan Voqea surasini o'qishi bizga shart qilib qo'ygan. Kimnidir o'zi yo'q paytida yaxshilab ham gapirish g'iybatligini o'rgatgan. Hayotimizda bo'ladigan sinovlar bizani faqat o'sishimiz uchun berilishini tushuntirgan. Ruhan va ma'nan boy insonlar farzand bo'lganimdan faxrlanaman. Xuddi shu olgan tarbiyamni farzandlarimga ham berishga harakat qilaman. Nimada ezilsangiz o'sha narsada aziz bo'lasizda. Nimada siqilgan bo'lsam, ana o'sha joydan gullar chiqqan. Va kimdir tuhmat qilsa ham, "Vau, zo'r narsa kelyapti. Shunaqa zo'r narsa kelyapti. Robbimdan ko'tara olmay qolsam kerak." Chunki bu tuhmat juda katta tuhmat bo'lyapti. Aytayman, shunaqa og'rityapti tanamni, shunaqa zirqiratyapti bu tuhmat menga nisbatan qilingan. Aytayman, значит, shunaqa darajada go'zalliklar keladi. Shunaqa darajada yaqindaman, aziz bo'laman. Qancha ko'p kurashsangiz, sizga tuhmat qilinganga, sizni muhokama qilgan insonga nisbatan qarshi chora ko'rsangiz, qancha kurashsangiz, bu kurash hech qachon tugamaydi. Avval fizik urush bo'ladi, keyin ichki kurash, o'zingizni yemirasiz, kasalliklar o'z-o'zidan yuzingizdan nur ketishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki norozilikda bu. Bu taqdir, aynan shu qilinayotgan tuhmat ham o'zimiz bo'lmaydi-ku. Yozilganki bo'lyapti. Yozilganini ko'ryapman. Bo'ldi. Men hech narsani o'zgartira olmayman. Qalamlar allaqachon qurib bo'lgan. Men kvartirada turaman va har oy kvartira pulini to'lab qo'yishim kerak. Undan tashqari kommunalkalar bor, gaz, svet, suv, Wi-Fi. Yana bir nechta obunalarim bor. Adobe, sun'iy intellektlarga, o'quv kurslari va hokazo. Aytmoqchimanki, men bularni har birini haqqini, pulini har oy o'z vaqtida to'lab qo'yishim kerak. Agar to'lamasam bulardan mahrum bo'laman. Ana endi sal jiddiyroq mavzuga o'tamiz. Har birimizga ko'z, quloq, burun, og'iz, til va hokazo juda ko'p ne'matlar berilgan. Biz bu narsalarning haqqini, pulini to'lab qo'yishimiz kerak. Bu to'lash qanaqa bo'ladi? Ko'rishimiz kerak bo'lgan joyga qaramaymiz, eshitishimiz kerak bo'lgan narsani eshitmaymiz, hidlashimiz kerak bo'lgan narsani hidlamaymiz, gapirishimiz kerak bo'lmagan, yeyishimiz kerak bo'lmagan narsalarni yemaymiz, gapirmaymiz. Va undan tashqari bizga qancha ne'matlar berilgan bo'lsa, ularni ham haqqini shunaqa ado qilib qo'yishimiz kerak. Aytmoqchimanki, bitta dona podpiskangizni yoki qanaqadir xarajatingizni pulni vaqtida to'lab qo'ymasangiz, u sizga xizmat qilishdan voz kechadi. Lekin bizga shuncha ne'matlar berilgan, endi insof qilib bu narsalarni ham haqqini berib qo'yishimiz kerak.